bir xalqni yuksalishi yoki tubanlashib ketishligi muallimlarning qilayotgan mehnatiga bog'liq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan ilk oyat bu Alaq surasidan. Va 23 yil davomida Rasulullohga nozil bo'lgan oyatlarning ichida birinchi tushgan kalimasi bu o'qing kalimasi bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Ey Muhammad, barcha mavjudotni yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan boshlab o'qing. Dinimiz birodarlar ilm dini. Dinimiz ilmga targ'ib qiladi. Chunki qarang, Alloh taolo keyin qanchadan qancha oyatlarda siz bilan bizga buyruqlarini tushirdi. Lekin mana shu buyurgan buyruqlarning ichida eng birinchi tushgani o'qing.